Salom YouTube ahli. Bugun men sizlar bilan Sigim bo'lmoqdaman. Bugun men sizlarga o'zimning Telegram kanalimdagi hayvonlarga aylanish, ya'ni Morphe Plus degan modni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Agar bu mod sizga yoqsa, like va obuna tugmasini bosib, mening kanalimdan o'tib olishingiz mumkin. Men hozir bu hayvonlarga aylanish ko'p xususiyatini olganman. Chunki ba'zilarini o'chirib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Masalan, hozir biz hayvonlarga aylanish xususiyatini birinchi ko'rganimizda bitib olamiz. Hayvonlarni topamiz. Ya'ni tuxumlarni, amyoq creeper, keyin asalari. Mana ularni bir joyga shuna qo'yib, keyin mana qo'lingizda turganini bossangiz, o'zi ting'ir etish kerak. Ting'ir etish kerak. Keyin o'tirib mana ko'rsangiz, hamma hayvon menda ochiq. Dragon va Wither olib, ularni ham olsangiz bo'ladi va ularning ham xususiyatini sinab ko'rishingiz mumkin. Agar bu mod sizga yoqqan bo'lsa, videoga like va obuna tugmasini bosib, mening kanalimga o'tib, bu modni topishingiz mumkin. Qanunda tezroq like va obuna tugmasini bosing va mening kanalimga o'tib bu hayvonlarga aylanish modini oling. Agar mening kanalimga kirib ko'rsangiz, bundan ham qiziqarli va ajoyib modlar bor. Keyin yanada ko'proq like bo'lsa, men bu modlarning ishlash xususiyatlarini yanada tushunarli va aniqroq qilib tushuntirib video taxlayman. Qanunda xayr do'stlarim. Keyingi videolargacha sog' bo'ling.